Assalomu alaykum hammaga. Bugun regimizni davom ettiramiz. Oyna tozalagichlarga kontrollerlar qo'shib olishdan boshlaymiz. Bu yoqda qilamiz. Kontroller rechetish olamiz. Bu yoqda uni tanlab olamiz. Faqat Z bo'yicha emas, Y bo'yicha ekan. Xo'p. Rotate qiladigan bo'lsak, bunaqa ko'tarilib ketyapti. Negaki, skelet meshimizni o'sha bonimizni rotationi noto'g'ri bo'lgani uchun. -1gacha ekan. -90 1gacha. Bu yoqda faqat rotation to'g'rilab olsak bo'ldi. Skeletimizga kira olamiz. Editga o'tib olamiz. Kontrollerimizni tanlaymiz. Bu yoqda frontga o'tib olib, pastga rotate qo'yamiz. Xuddi shunaqa buni ham. Perspektivaga o'tib olamiz. Shu yorozida rotate qilib ko'ramiz, qanchalik to'g'ri ishlayapti. Bu yoqda modullar regimizga qaytib olamiz. Skelet meshimizga refresh berib olamiz. Compile save boramiz. Bu bo'ldi. Xuddi shunaqa hop, buni ham Y ga o'tkazib olamiz. Limit qo'yib olamiz. -90dan 1gacha. -90dan 1gacha. Compile save bosib olamiz. Endi qiladigan ishimiz, mikserimizni avtomatik o'zi aylanib turadigan qilib olamiz. Bu uchun nima qilishimiz kerak? Bu yoqqa o'tib olamiz. Klik qilamiz. Create controller rig. Mixer modul deb yozib olsak bo'ladi. Bu yerga papka ochib olamiz. Modul degan. Papkamizni ichiga tashlab qo'yamiz. Bu alohida controller rig. Biz bu yoqda bitta controller rig yasab olamizda, keyin buni mana bu asosiy rigimizga biriktirib qo'yamiz. Birinchi nima qilamiz? Bu yoqda mikserimizni tanlab olamiz, klik qilamiz, bu yoqda new control tanlab olamiz. Buni hexagonga o'tkazib qo'ysak bo'ladi. Skalani ko'tarib olamiz. 8 rotate qilamiz 90 gradusga. Примерно shunaqa. Endi buni aylanib turishi kerak bizga. Bu uchun nima qilamiz? Bu yoqga drag and drop qilamiz. Bu yoqda add offset bor. Offsetda bosib rotationiga 1 yozadigan bo'lsak, mana o'zi bu aylanyapti hozir. Bizga endi kerak faqat bitta o'q bo'yicha kerak. Nima qilamiz? From yo'llar boramiz. Y bo'yicha aylansin.
set olamiz. Buni net qilib xuddi shunaqa. Endi buni tezligini kontrol qilishimiz uchun my blueprint ga o'tib olamiz. Variable ga o'tib yozib olamiz. Mixer speed deb yozib olamiz. Xo'p, buni boolean emasda float ga o'tkazib qo'yamiz ko'zini yoqib qo'yamiz. Bu yoqda value chiqib keladi. Biz bir yozib qo'yamiz. Bu o'sha hozir bir tezlikda aylanib tursin. Buni bu yoqqa drag and drop qilamiz. Get qolamiz bu yoqqa olib olamiz. Endi buni set qilamiz buni bu yoqqa olamiz get qilib bu yoqqa olib olamiz. Compile save qolamiz. Endi bu modulimiz bu yoqda ko'rinishi kerak. Ya'ni mixer modul deb yozamiz. Bu yoqda mixer modul deb yozadigan bo'lsak, hech narsa chiqmayapti, chunki biz bu yoqda controller rigimizni modul sifatida saqlanib qilmadik. Mana bu yoqda switch to rig modul degan joyi bor. Switch qilamiz, yes bosib olamiz. Compile save bosib olamiz. Hop, uje mana bu yoqda chiqdi. Bizda eski mixerimiz bor edi. Buni o'chirib tashlaymiz. Rig modulimizni olamizda bu yoqqa rootga tashlab olamiz. Bu yoqdan body controlni tanlab olamiz. Compile save qiladigan bo'lsak, bu yerda splitting space buzilib ketgan qilamiz. Buni refresh bosib olamiz. Mana bu bo'ldi. Boya mana bu rotationlarni o'zgartirdik-ku. O'shanda skeletimizni bu yoqda informatsiyasini yangilab olmaganimiz uchun shunaqa muammo bo'ldi. Bu yoqda bir turibdi, ikki qilsa tezlashadi, o'n qilsa yana ham tezlashadi. Xuddi shunaqa. Defaultda bir turgani aka bo'ladi. Hozircha shunaqa. Endi bu rigimizga nimalar qo'shib olamiz? Aynan bu rigimizda bor nimalarni qo'shib olamiz? Xuddi shunaqa deformer qo'shib olamiz. Bu deformerimizni qanaqa yasaymiz? Deformer eskisi, ya'ni o'sha mana bu meshda ishlatilgan. Qanaqa yasalgan? Buni bu yoqda yasash shunchalik qiyin emas. Bu yoqda biriktirib olishda ko'rib chiqadigan joylarimiz bor. Shuning uchun nima qilamiz? Hammasini qaytadan yasab chiqaveramiz. Bu yoqqa chiqib olamiz. Deformer deb qo'yib olamiz. Klik qilamiz. Birinchi plugindan deformer degan deformer graf bu yoqqa turgan bo'lishi kerak sizda. Shunda deformer chiqib keladi. Bu yoqda klik qilamiz. Bu yoqqa deform deb yozadigan bo'lsa, deformer graf chiqib keladi. Mixer deformer deb yozib olsak bo'ladi. Ochib olamiz. Bu yoqda skin mesh yozib olamiz. Bu yoqqa hop deformerda splash stretch tanlab olamiz. Buni bunga olamiz. About tangents normal. Red skin mesh. Hop right skin mesh. Buni bunga olib olamiz. Compile qilib olamiz. Hop, endi qiladigan ishimiz bu yoqqa o'tib olamizda. Bu meshimizni bu yoqqa ko'rsatib olamiz. Ya'ni preview setting degan joyga bu yoqqa ko'rsatib olamiz. Shunda skeletimizni bu yoqqa ko'rsatyapti. Endigi qiladigan ishimiz nima bo'ladi? Bu yoqda variable ga o'tib olamiz, plus bosib olamiz, transform deb yozib olamiz. Mana bu kichkina joyga bosamiz. Sizlarga ko'rinyaptimi? Bo'ldi. Buni transformga o'tkazib olamiz. Yana plus bosib olamiz.
Buni bir yozib olamiz. Bu e, alfa kanali, ya'ni e, biz bu yoqda ko'rsatayotgan valyularimiz 100% ishlasin degan narsa. Shuning uchun buni biz bu yoqda izmeniya qilishimiz shart emas. Bu 100% bo'lib tursa bo'ladi. Bo'ldi. Compile, save bosib olamiz. Endi bu yoqqa yana kirib olamiz, klik qilamiz create control rig. Xo'p. Control rig deform deb yozilsa bo'ladi. Ya'ni bu controller rigimiz deformer uchun javob beradi. Xo'p, buni ham modulni ichiga tashlab olamiz. Buni ochib olamiz. Bu yoqqa yozib olamiz. Add deform. Hozirgi bu deformerimizni bu yoqqa ko'rsatib olamiz. Shunda mana bu settinglarda biz boya qo'shib chiqqan settinglarimiz chiqmadi. Nima qilamiz? Klik qilamiz, refresh variable bosib olamiz. Shunda mana transform chiqdi. Hamma valyularimiz bu yerga chiqib keldi. Parol o'tamiz. Event code olamiz. Bu yoqda spawn control bosib olamiz. Bu yoqqa klik qilamiz buni transformga o'tkazib olamiz. Deformer yozib olamiz bu yoqqa animation channel'lar qo'shib chiqamiz, ya'ni bularimizni kontrol qilishimiz uchun. Xuddi shunaqa spawn animation channel deformerimizga o'tamizda lens to deform kopiya qilib olamiz. Lens to deform. Biz bu yoqqa plus bosamizda buni debug deb yozib olamiz. Ya'ni bu yoqda ko'rsatib turishi uchun faqat buni intga o'tkazib olamiz. Klik qilamiz. Compile, save bosib olamiz. Xo'p, document bo'ldi. Animation channel. Buni booleangga o'tkazib qo'yamiz. Endi qiladigan ishimiz, hop, buni ulab chiqish bo'ladi. Klik qilamiz. Compile, save qilamiz. Hop, bu yoqda chiqib keldi. Endigi qiladigan ishimiz valyularimizni ulab chiqish. Lens to deform. Buni bunga olamiz. Stretch factor. Transformga bodyni tanlab olamiz. Negaki bu mashinamizni yurg'izganimizda bu deformerimiz mashina bilan birga harakatlanishi kerak. Agar hozir transformga noto'g'ri narsa olib qo'ysa yoki hech narsa olmasak, aynan turgan joyida deformer ishlaydi, yurib chiqib ketgandan keyin mashina transform to есть deformerimiz o'sha joyda qolib ketadi, birinchi joyda. Shuning uchun hop, bu yoqda bodyni tanlaymiz, get qilamiz transformga tanlab olamiz. Debug qo'shuvdik. Bu yoqda nimadir qo'shdik, bu yoqda chiqmayaptimi? Buni refresh qilishimiz kerak. Chiqib keldi.
Xo'p, debug olamiz. To'g'rilab qo'yamiz. Compile qilamiz. Save qilamiz. Birinchi bo'ldi. Switch rig modul qilamiz. Rigimizga o'tib olamiz. Bu yoqda qidiramiz. Deform rig deform. Ya'ni o'sha mana bu deform hozir yasab olgan deformerimiz bu yoqda chiqib keldi modul bo'lib. Xo'p, buni olamiz endi drag and drop qilamiz. Body control tanlab olamiz. Hozir mashinamiz qayergadir uchib ketib qoldi. Mana o'shani to'g'rilashimiz uchun nima qilamiz? Deformerimizda valyular kiritib chiqishimiz kerak bo'ladi. Yo'lga olamiz. Deformga 50 yozib olamiz. Stretch factorga 0.5 yozib olamiz. X, Y kerak emas. 0.5 0.5 yozib olamiz. Compile, save. Buni o'zgartirishimiz kerak emas, bu ham kerak emas. Bo'ldi. Save bosib olamiz. Save bosib olamiz bu yoqda ham. Mana deformerimizni refresh qilamiz. Biz bu yoqda kirgizib chiqdik-ku. To есть mana bu 50 turibdi, bu 0.5 turibdi. Bu yoqda xuddi o'sha kontrollerlarimiz uchun bu yoqda animation channellar qo'shganimizda, xo'p bu yoqda defaultdan nechi tursin, minimalni qancha, maksimalni qancha, o'shalarni kirgizmadik. O'shalarni kirgizib yuboramiz. Xo'p, lens to deform bu hozir 50 turibdimi? Xo'p, maksimalkasi 200 bo'lsin deymiz. 200 bo'lsin 0 dan. Defaultda 50 tursin deymiz. Mana bunaqa cho'zib ketdi. Buni 0.5 tursin deymiz. Yana compile qilsak mana. XPS. Bu nechi turadi? XPS, ZPS 0.5, 0.5. Buni ham 0.5 bo'lsin deymiz. Buni ham 0.5 bo'lsin deymiz. Compile, save qilamiz. Save bosib olamiz. Endi qaytadan tejab ko'ramiz kontrollerimizni bu yoqga. Bu yoqga o'tadigan bo'lsak, mana deformerimiz 50 turibdi. Shunaqa faqat o'tib olamiz. Bu yoqdan debug yoqib olamizda, ko'rib olamiz. Shunaqa примерно. Xo'p. Faqat mana bunaqa ezilib ketmasligi uchun stretch faktori tipi mana shu yerga cho'kka bo'lsa bo'lar ekan menimcha. Xo'p. 0.37 ekan. Deformga o'tamiz. Stretch faktorga 0.3 qo'ysak bo'ladi. Bu minimalisi shuncha bo'lsin. Deformga o'tamiz. 0.3 mana 1. Stretch faktori tepaga o'zi o'tkazib qo'ysak bo'lar ekan. Shungacha olib ketganman. Stretch faktor. Plan cho'zilishi. Bo'ldi. Xo'p, endi qiladigan ishimiz ballonlariga ham o'sha deformni ezilishini qo'shishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun nima qilib olamiz? Klik qilamiz, yana bitta deformer sozib olamiz. Deformer graph. Server deb yozsak bo'ladi. Bu yoqdan xuddi shunaqa birinchi bo'lib o'sha mikserimizni ko'rsatib olamiz.
Endigi qiladigan ishimiz skin mesh squash stitch и bu yoqga compoundni qo'yaman. Bright skin mesh compound save bosib olamiz. Animation attribute hop bu yoqda buni transformga o'tkazib qo'yamiz. Bu yoqga half flag constant ustida form birinchi bosmani qilaylik. Bir bosib olamiz. Int constant buni ham bir qilib oladigan bo'lsak, hop mana bu yoqda o'sha squash qiladiganimiz chiqdi. U mashinamiz qayerlargadir hozir uchib ketib qoldi. Faqat buni sal yuqoriroq ko'taramiz, ya'ni ballonda o'sha temir joyigacha ko'tarilishi kerak bu. Men buni примерно shunaqa. Endigi qiladigan ishimiz nima bo'ladi? Hozir bu yoqda umumiy hamma mashinamizga ta'sir qilyapti-yu bu. Ya'ni bizga kerak faqat mana shu ballonda o'ziga kerak. Bu uchun nima qilamiz? Bu ballonimizni o'zini tipa bitta maska qilib olishimiz kerak. Skeletimizga borib olamiz. Skelet ichiga kirib olamiz. Edit attributga o'tib olamiz. Pastroqda new attribute name bor. Yozib olamiz. Well. Add qilib olamiz. Hamma ballonlarimiz uchun alohida bu yoqda layerlar yasab oldik. Hop complete bosib olamiz и paint mapga o'tib olamiz. Pastroqga tushadigan bo'lsak, mana bu yoqda hozir qo'shib olgan o'sha attributlarimiz chiqdi. L tanlab olamiz. Buni boshimiz kichkina qilamiz. Qaytadan qilamiz. Kontrolni bosib, eskisini o'chirib tashlaymiz. Shunda ballonimiz o'zi tanlandi faqat. Endi buni rightga o'tkazamiz. Apply bosib olamiz. Endi bu yoqda deformerimizga qaytib olamiz. Deformerimizda vertex attribute bosib olamiz.
bu yog'iga variable'ga bosib olib, uni name'ga o'tkazamiz. Name'ga yozilsa ham bo'ladi. Hop. Buni bunga ulaymiz и alfaga, ya'ni boya aytdik-ku, 1 bo'lganda shu 100% bo'ladi. O'shani faqat endi mana shu balonni o'ziga ishlasin. Alfamiz faqat mana shu hozir belgilab olgan layerimizga ishlasin deb ko'rsatamiz. Hop. Buni otiga yozamiz. Well, L. Compile bosadigan bo'lsak, bu yoqda mana hech qaysida ishlamayapti. Negaki, biz bu yoqda qo'shib oldik-ku hozirgi attributlarimizni, ularni aktiv qilmadik hali. Hop, uni aktiv qilishimiz uchun mana bu yoqda vertex attribut chiqib keldi. Mana hop val l, val r bularni hammasini galchkasini yoqib chiqishimiz kerak bo'ladi. Pastroqda apply bor. Apply change bosib olishimiz kerak. Save. Bu yoqqa qaytib olamiz. Bu yoqqa qaytsak mana o'sha bu ishlaydi. Muammo bor. Hop, buni nimaga hozir paka o'zini ulab turdim. Mana bu deformerimizni aynan mana bu ballonni o'rtasiga olib kelib olishimiz kerak. Shunda hozir bir tarafga surib ketyapti-yu, o'shani o'rtasida tursa ikki tarafga bir xil deform qilib beradi. Bu yoqda transformimiz bor. Xuddi shunaqa. Endi buni bu yoqqa ulaydigan bo'lsak, buni yozib olamiz. O'sha boyagi maska aynan nima uchun edi? Xuddi mana bu bittasini to'g'irlaganimizda, ya'ni transform qilib, mana bu hammasi buzilib ketyapti. Aynan shunaqa muammo bo'lmasligi uchun. Tamam, buni notni qo'yib tursak bo'ladi. Keyinchalik kontrol qilaveramiz. Hozircha shunaqa qilib tursak bo'ladi. Compile, save qilib olamiz. Bu bitta ballonimiz uchun edi. Buni endi yozib olamiz. Nice to deform. Bu on turibdi defaultda. Buni yozib olamiz. Buni bunga ulab qo'yamiz. Compile qilamiz, save qilamiz. Endigi qiladigan ishimiz xuddi shuni ikkinchi ballonga ham, ya'ni mana bu balloniga ham qilib olishimiz kerak bo'ladi. Bu yoqqa faqat hozir bu ballonimizni ko'rmaymiz, u debugda nima chiqayotganini. Shuning uchun nima qilamiz? Bu yoqda transformni kopiya qilamiz, paste qilamiz. Buni bunga ulaymizda. Constant qilib buni bunga olamiz. Hop, debugimizni bir yozib olamiz. Shunda bu yoqda ko'rinadi.
Endi xuddi shu ishni minus qilsa bo'ldi. Mana buni minus 57 qiladigan bo'lsak, bo'ldi, bu yoq tarafga o'tdi. Buni kopiya qilamiz. Buni bunga olib olamiz. Faqat buni ham name ga o'tkazib qo'yamiz. Shunaqa. Oti ham xuddi shunaqa. Shunday bo'ldi mana. Bu ballonimizda ham deformeri bor, bunda ham bor. Endi xuddi shu ishni orqa ballonlariga ham chiqsa bo'ldi. Bu yerda e'tibor beradigan narsalardan bittasi, xo'p, men mana bu yoqda nom yozyapman, man bu yoqda ham name degan joyda, value degan joyda yozyapman. Buni qayerda yozyapman? Bu yoqda esinglarda bo'lsa, hop, bunaqa nom kirgizib chiqdik vertex attributda. Xuddi shunaqa nom kirgizib chiqdik. Ya'ni ballonlar alohida maska qilib o'sha nomlarni kirgizib chiqyapman. Agar bu nomlarda bitta harf yoki nimadan noto'g'ri bo'lsa ham, bu ishlamaydi. Shunga e'tibor berish kerak. Compile save qilamiz. Endi hozir bu deformerlarimiz prosta ballonni tagida turibdi-da. Biz mashinani oldinga yurg'izganimizda bu deformerlar shu joyda qolib ketadi. Biz bu uchun nima qilishimiz kerak? To есть ballon bilan doim birga yurishi uchun ballonimiz yurganda ballon oldinga aylangani hisobiga biz buni prosta parent qilib qo'yadigan bo'lsak, bu deformerlarimiz ham ballon bilan bunaqasiga aylanib ketadi. Bunaqa aylanib ketmasligi uchun biz faqat transformini olamiz. Rotationi ham qanaqadir miqdorda kerak, chunki o'ngga chapga qayrilganda ballonimiz mana bunaqa cho'zilib ketmasligi uchun rotationdan ham ikkita o'qni olamiz, faqat aylanishida Y ni olmaymiz. Hop, buning uchun bu yoqqa yana bitta transform variable qo'shib olamiz. Transform L. Buni bu yoqqa tashlab olamiz. Bundagi hozirgi kopiya qilib olamiz. Shift bilan mishkani o'ng tarafini bosamiz. Bu yoqqa paste qilamiz. Xuddi shunaqa qolgan hamma ballonlarga ham alohida transform uchun variable sanat qilishimiz kerak bo'ladi.
Xo'p, bu yoqda Street Factor mana buni 0.45 qilib qo'ysak bo'ladi paka. Hozir yozilib turgan bo'lsa bo'ladi. Endi qiladigan ishimiz nima bo'ladi? Yana Skeleton meshimizni o'ta olamiz. Bu deformerimiz uchun alohida yangi modul yasa olamiz. Create o'tamiz. Create control rig. Burgan modulimiz ichiga move qilamiz. Add deformer olamiz. Buni yo'lga ko'rsatamiz. Refresh qilamiz shunda. Transformlarimiz chiqdi. Mana bular kerak emas paka. Chunki biz balalarni kirgizib bo'lganmiz, keyin o'zgartirmaymiz. Hop transformlarni ishlatamiz, bularni ham ishlatamiz. Save qilamiz. Bu yoqqa ham xuddi shunaqa. Top construction yozib olamiz. Yozib olamiz. Spawn control yozib olamiz. Mana float o'tkazib qo'yamiz. Otini yozib olamiz. Hop, bu yoqqa chiqib keldi. Animation channel qo'shib olamiz bunga. Mana float o'tkazib qo'yamiz. Endi ya'ni animation channellarimiz bizga qaysilari kerak? Hop, Stretch Factor bilan ikkalasini olsak bo'ladi menimcha. Hop. Bu uchun nima qilamiz? Bu yerga o'tamiz, Stretch Factor. Bottom limit olamiz. Keyinchalik kontrol qilishimiz ko'proq bo'lishi uchun nima olsak bo'ladi? Buni oldik. Bo'ldi. Mana debugda olsak bo'ladi agar kerak bo'lsa. Kerak emas menimcha. Yaratib olamiz endi buni. Bu yerga kiritganlarimizni kiritib chiqamiz. Ya'ni lens deform necha turibdi hozir? 10 turibdi. Turibdi. Buni yozib olamiz. Stretch faktorimiz 0.45 turgan ekan. Bottom limitimiz ko'rib olamiz. 0.3 turgan ekan. Compile, save qilamiz. Buni bunga olib chiqamiz endi. Menimcha bo'ldi. Endi bu yerda qiladigan ishlarimiz switch qilamiz. Compile, save qilamiz. Bu kerak emas. Deform modul. Bu yerga o'tamiz, yozib olamiz. Deform modul chiqib keldi. Buni bu yerga drag and drop qilamiz. Buni body controlda ulanib tursin. Mana bu ishlayapti. Compile, save qilamiz. Buni bu yoqdan ko'rib olishimiz mumkin. Deform chiqib keldi. Xo'p, mana.
Ha, bu hozir mana shunaqa bo'lib ketmasligi uchun nima qilamiz? Hop, bunga limit qo'yib qo'ysa bo'ladi. Tipa mana shunchadan 0.3 bo'lsin minimalniy, maksimalniy esa 0.5 bo'lsin. Hop, nima qilamiz? Yo'lga o'tib olamiz. 0.3 bo'lsin minimalniy, maksimalniy 0.5 bo'lsin. Endi ko'radigan bo'lsak 0.3, 0.5. Xuddi shunaqa. Mana shu form. Bu shart emas menimcha, buni urib qo'ysak ham bo'ladi. Bu buzib qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun hop. Shular form. Bu o'zi 10 turganidan normalniy turibdi. Ha. Buni o'zganimda faqat bu yoqdan ochmayotgani sababi, chunki mana bu yoqda ham turibdi. Hop, nima qilamiz? O'rtoqligimiz bor. Berim shart emas. Ha, bizga faqat mana shu ZBS bilan mana bu ikkalasi qosib bo'lar ekanmiz. Bu и bu. Bu yerga qaytib olamiz. Buni ham o'chirib tashlaymiz. Shunaqa. Complete, save qilamiz. Ma'nosini nol qilamiz, chunki bu bizga paka kerak emas. Endigi boyagi aytgan narsam, buni bundoq rotate qilganimizda hop, balonni bu tarafi rotate bo'lgani hisobiga bu tarafga qarab cho'zilib ketyapti, bu tarafga. Endi nima qilishimiz kerak? Deformerimiz ham balon bilan mana bunaqasiga birga rotate bo'lishi kerak. Bu uchun nima qilamiz? Hop. Bu uchun bizda o'sha transformimiz bor. Buni ochib olamiz va bu yerga yozib olamiz. From bosib olamiz. Buni ochib olamiz. Bizga faqat ergashsin. Get qilamiz. Faqat buni ham rotation'ni o'zini olamiz. Ular hop. To'g'ri, Z o'qi bo'yicha bunga ergashganda endi balonimizni oldinga aylantiradigan bo'lsak, agar X o'qini ham bunga ulab qo'yadigan bo'lsak, hop, nima bo'ladi? Mana buni aylantirganimizda deformerimiz bu balonga ham qo'shilib aylanadi. Bizga Z o'qi bo'yicha mana bunaqasi kerak. Bo'ldi. Shu uchun hop. Endi ko'radigan bo'lsak, mana bunaqasiga aylantiradigan bo'lsak, normal ishlaydi. Endi rotation bo'lgandan keyin buni transformni ham ulab qo'yishimiz kerak. Yaqinroqqa olaylik. Ya'ni o'sha oldinga yurganni, yonga burilganini olsin-da, faqat aylanganini olmasin, Z olmasin deymiz bunda. Save bosib olamiz. Buni ham bitta save qilamiz. Regimizni bitta saqlangan boshini tashlab olamiz. Endi rotationda to'g'ri ergashyapti.
oldinga yurg'izganimizda to'g'ri ergashyapti. Endi xuddi shunaqa boshqa balolarni ham ulab chiqamiz. Rotationlarni alohida, translationlarni alohida qilib, hamma balolarni ulab chiqamiz. Hop, compile qilamiz, save bosib yuboramiz. Buni ham save qilamiz bitta. Endi rotate qilamiz. Rotate qilganimizda balonlarimiz hali ham ergashyapti, buzilib ketmayapti. Bu balonimiz ham oldinga burilganmiz, orqaga burilganida rotate bo'lyapti. Faqat muammolardan bittasi, muammo emas, o'zimiz ulamadik. Bu qanchalik kimga kerak yoki kerak emas. Xo'p, balon oldinga yurganda o'sha deformer Z o'qi bo'yicha tepaga chiqmayapti. Buni ulasa ham bo'ladi, ulamasa ham bo'ladi. То есть men ulamadim, mana tepaga chiqqanda ezilishi sal kamayadi-da, и pastga tushgandan keyin yana eziladi. Shunaqa effekt bo'lishi uchun men ulamadim. Bu ulash uchun просто mana buni ulab qo'ysak bo'ldi, xo'p. Mana bu Z ni ulamadik, o'sha Z ni bunga ulab qo'ysak bo'ldi. Buni asosiy rutimizga biriktirib olishimiz kerak ekan. Hop, modulga o'tib olamiz. Hop, mixer modul. Buni o'chirib turamiz endi. Shunaqa. Nol sazatib olamiz bitta. Parent constraint yozib olamiz. Real kiritib olamiz. Parentimizga bodiga parent bo'lsin. Endi buni xuddi shunaqa. Reset boramiz. Hop. Yo, deformerlarimiz ishlayapti. Teshiklarimiz ishlayapti. Hop. Endigi qiladigan narsamiz bunga boya ko'rsatganimdek morph target qo'shish. Endi o'shani ko'rib chiqsak bo'ladi. Pluginga o'tib olamiz. Bu yerda morph deb yozib olamiz. Skeleton mesh morph target editing tools chiqib keladi. O'shani yopib olishimiz kerak bo'ladi. Skeleton meshimizga o'tib olamiz, buni ichiga kirib olamiz. Xuddi mana shu yerda sizlarda ham chiqib keladi. Bitta klik qilamiz.
klik qilganimizda bu yoqda morflarga chiqib keladi. Ochib olamiz. Bu yoqda plus bosib olamiz. Rename qilamiz. Crash deb asosiy bo'ladi. Buni bosamiz bu yoqga buni yoqib qo'yamiz. Shunda bu yoqda scalp chiqib keladi. Scalp bosib olamiz. Bu yoqda xuddi oddiy statik meshlar qanaqa scalp qiladigan bo'lsa, buni ham xuddi shunaqa bir xil. Bu yoqda nastroykalari bor. No, примерно shunaqa. Play bosib olamiz. Save bosib olamiz. Qurib o'tib olamiz. Bu yoqoq turgan bo'lishi kerak. Agar boshqa programmadan tayyor morflarni bu yoqqa o'tkazib oladigan bo'lsak, shunda mana bu ochiq bo'ladi. Buni yoqib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endi qiladigan ishimiz nima bo'ladi? Yana slaytni o'tamiz, klik qilamiz. Controller o'tib olamiz. Buni yozib olsak bo'ladi. Buni ham modullarimizni ichiga tashib qo'yamiz. Bu yerga yozamiz. Set curve value solamiz. Bu yoqda mana crash chiqib keldi. Buni bundoq ko'paytiradigan bo'lsak, endi qiladigan ishimiz nima bo'ladi? New control olamiz bu yoqga. Buni misol uchun shu yoqqa olib kela olamizda. Klik qilamiz. Hop, 0 offset olamiz. Shunda bu shu yerda turibdi. Endi qiladigan ishimiz buni floatga o'tkazib qo'yamiz. Y bo'yicha emas, Z bo'yicha bo'lsin deymiz. Buni o'zini ham scale'ini kichkina qilib qo'ysak bo'ladi. 0.3. Bir qilib olamiz. Shunaqa. Maximalisini 30 bossak bo'ladi. Endi buni bu yoqqa tashlab olamiz. Qiladigan bo'lsak, bu 30 gacha ketib qolyapti hozir. Hozir buni tushirib chiqarayotganimizda bunda valyumiz 30 turibdi-yu. Ya'ni maksimal. Bu kattaroq ko'rinishi uchun, plugin tepaga tushib chiqishi uchun 30 turibdi. O'zi esa mana bu hop 0 bo'lganda default turadi, 1 bo'lganda bu yerda yasab olgan morfimiz ishlaydi. Endi biz buni 0 dan 30 gacha emas, 0 dan 1 gacha bo'lganda o'sha tepaga tushib chiqishi, buni harakatlantirish uchun hop nima qilamiz? Multiplier qo'shib olamiz. Hop, buni bunga ulaymiz. Buni 1 bo'lamiz 30, ya'ni bu yoqdagi mana bu 30. Hop, apply, save qilamiz. Endi bundoq qiladigan bo'lsak mana. Uzatib olamiz. Buni ichga qolamiz. Parent constraint, ya'ni o'sha curve value'miz mashinani yurgizganimizda orqada qolib ketmasligi uchun. Endi bunga bo'lib olamiz. Nolimizni bunga ko'rsatib yuboramizda. Bu yoqda parent degan joyda body'ni bu yoqqa ko'rsatib yuboramiz. Complete, save qilib olamiz.
bo'ldi. Esli stobini yana qo'shmoqchi bo'lsak, buni duplikat qilamiz. Boyagiga bu yoqda qo'shib olamizda, bu yoqda yana chiqadi. Biz bosib qo'shib, yetarlicha qo'shib ketaversak bo'ladi. Misol uchun, davayt yana bitta qo'shib ko'raylik. Buni refresh qilamiz. Tez chiqib keldi. Buni olib turibdi. Buni olib qolamiz. New control olamiz. Test yozib olamiz. Buni bu yoqqa surib olib kelganimizdan keyin shu joyini doimiy turadigan joy qilib qo'yishimiz kerak. Bu uchun klik qilamiz va 0 offset qilamiz. Endi buni float o'tkazib qo'yamiz. Z o'qi bo'yicha bo'lsin va 30 bo'lsin. Buni 90 gradusga rotate etib olamiz. Endi mana tubiga tushib chiqishi. Buni bu yoqqa tashlab olamiz. Xuddi shunaqa bunga multiply qilib olamiz. Misol uchun buni uzoqroq qilmoqchimiz deylik. 1dan 30gacha emas, 1dan 50gacha. Hop, bu yerda nima qilamiz? 1 bo'lamiz 50 yozib olamiz. Compile, save qilamiz va modulimizni yoqib olamiz. Compile, save qilamiz va mana bu yerga olamiz. To'g'lamizda buni refresh qilamiz. Compile, save qilamiz. Mana. Xuddi shunaqa bu yoqda ham shunaqa ishlaydi. Parent qilganimiz uchun bu orqasidan yuradi mana. Rigimizga yana bitta narsa qo'shib olamiz. Aynan kabinani alohida kontrol qilishimiz uchun, ya'ni balondan alohida bo'lgan shunaqa kontrollar qo'shib olamiz. Xo'p, bu uchun nima qilamiz? Skeletimizga kirib olamiz. Bu yoqdan edit skeletga o'tamiz. Birinchi bodinimni o'rtaga surib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni kamazimizni sentriga. To'pdan qaraymiz. Regini maqtamasın. Yo'q, rig qilishni ko'rsak. Joydan qoldir abi. Shaq degan bo'lish kerak. Xo'p, bundan surib ko'raylikchi. Endi bodiga o'tamiz. Endi qiladigan ishimiz alohida yana bitta bond qo'shib olamiz. Editga bosamiz, add bosamiz.
reset bosib yuborib to'g'ri ko'taramiz, shunda mana bu oqlar kerak emas, har xil tarafga ketib qolmaydi. Buni ichiga tashlaymiz. Emas, mikserimizni buni ichiga tashlab olamiz. Yangi bond qo'shganimiz uchun yangi sklet bo'lsinmi yoki merge qilib yuboraymi deyapti. Biz merge qilib yuborishni tanlaymiz. Commit bosib yuboramiz. Endigi qiladigan ishimiz nima bo'ladi? Bind kodni olamiz. Bu yoqda kabinaga o'tib, nimalar bu kabinada o'sha bind bo'lishi kerak, o'shalarni ko'rsatib chiqamiz. Mesh kodni olamiz. Bunda hammasini tanlab olamizda. Float bosib olamiz. Add bosib olamiz. Hammasi qo'shildimi? Endi unda yana float bosib olamiz. Bu yoqdan ularni o'chirib tashlaymiz. Hop, xuddi shunaqa pastdagilarga float bosamiz. Kabinadan delete qilib yuboramiz. Mikserimizni ham float bosib, bu yoqdan o'chirib yuboramiz. Menimcha bo'ldi. Apply to asset bosib yuboramiz. Save qilib olamiz. Buni yana refresh qilib yuboramiz. Delete qilib olamiz. Hop, shunaqa. Shunaqa. Faqat tepaga ko'tarib qo'yamiz. Ya'ni boshqarishimiz osonroq bo'lishi uchun. Bunga limit qo'ysak bo'ladi. Shu yerda hop, -4 dan to'rtgachami? Nima qilamiz? Limit degan joyga kiramiz. Bu yoqda limit translation kerak emas, bizga faqat limit rotation kerak. Bu minimalli, bu maksimalli bo'lsin. -5 dan -5 -5 5gacha bo'lsin. Compile, save qilamiz. Endi ko'radigan bo'lsak, mana -5 dan -5gacha. Shunaqa, bu yog'i ham xuddi shunaqa. Translation, ya'ni mana bu yurishni ham xohlagancha bo'lmasin-da. Hop, mana shuncha ko'tarilsin deymiz. 15 dan -10 dan 15 gacha qilsak bo'lar ekan. Xuddi shunaqa limitga o'tamiz. Bu yoqda translationga hammasiga galskani yoqib chiqamiz. Minimal, maksimal. Xuddi shunaqa unbox chiqadi. Bu yoqda -10 dan -10. Bu yoqga ham -10. 15, 15, 15. Rotationimiz mana tepaga chiqdi, pastga tushdik. Bosamiz, save bosib olamiz. Bo'ldi.
Hozircha shular. Hammaga rahmat.